Qumni solyapti aka. Qumni solyapti aka. Lentani yurgizyapti, yurgizoni o'chirmay. Ko'rib turganlaringda qumni solib turib, lentaga chiqqandan keyin lenta maxsus liniyada aka bu tushib liniyada tevaga chiqqandan keyin akalar, bat nima deyotgan? Nima deyotganlarga bo'ldi o'chiraveray akalar. Ko'rib turganlaringda qum maxsus mana shunday bachoyga tushadi. Bachoyga tushgandan keyin menda maxsus o'zini har xil ximikatlar aralashtirib shunday pastga suv bo'lib chiqadi. Bu nima deganlarga gazoblok ishlab chiqaradigan eng katta O'zbekistonda stanoy bo'ladi. Kuniga 2000 tadan 2000 tagacha gazoblok ishlab chiqarlar ekan. Endi kuniga 5000 so'mdan bitta gazoblokda qolsa kalkulyatsiya qolaveringlar, bir kunda necha foyda topsalaring bo'ladi. Biz sizlarga yolg'on yashirin yo'q. Eng arzoni bir kunida 360 ming so'm topsalaring bo'ladi. Eng kichkina gazoblok stanoyga 1200 dollar turar ekan. 36 tadan 2 partiya chiqarsalaring bo'lar ekan. Ya'ni biz hozir butun O'zbekistonda gazoblok, shlakablok bas, gazoblok bilan penablokda shunday stanoyni yetkazib beradigan optim joyiga kelganmiz. Akalarimiz pastda nomerini qoldiramiz. Kimga shu biznesga qiziqsa aloqaga chiqinglar. Eng arzon zo'r tomon 2 kishi bilan bemalol yaxshigina pul topsangiz bo'lar ekan.